Men sizni yana chaqirdim. Yo'q. Da. Men o'zi sizni kasalingiz qolmaganmi deyman-a? Demak, kulurasi ustimdan hal ko'rganingizda. Hop, seryoznilashib ketmang bunaqa. Men ustimdan kulyapsizsiz? Nech pul berasiz? Men o'zi Android olmayman-da. Ne bunaqa telefon menga ko'tarib kelyapsiz? Menga iPhone dedingiz-ku. Bu ham iPhone. Ham nech pul? Mayli $100 yetadi. $100 yetadi. O'g'ani musorkadan topib kelmayapsizmi? Nima deb o'ylayapsiz? Va shu yerga urib tashladingiz-ku mani? Sizdami telefonnimi? Telefondan. Bo'ldi. Короче, nech pul qilib berasiz? $100. Ya men buni lekin olmayman. Seryozni aytaman. Nima olmaysiz? Hop, asabiylashib ketmang. Boshqa telefoningiz yo'qmi? Bor. Bering, shu normalnisini olaylik, buni tashlab yuboring. Voy. Hazillashyapsizmi siz? Ha? Yo, realni hazil uchun chaqirgan bo'lsangiz, otoraga olaylik Mahmudga. Nima hazillar? Hop, nech pulligini ayting. Ikkalasiga $100 bering. Bo'lmaydi $100. Nimaga? Yo, realni narxini ayting. 20 ming so'm beraman. Bunisiga 10 ming, bunisiga 10 ming. Men buni batareykasi aniq qiladigan bo'lsa, men realni, men xafa bo'lmay otib yuboraman. Realni. Nima otib yubordingiz? Bo'ldi, men buningizga nech pul bering? 50 ming bo'ladimi? Net $100 oling. Mana qarang, men 50 mingni oling. Men sizga maylimi? Maylimi? Mayli. Mana qarang, men sizga bitta narsa